Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga Mirzo Ulug'bek tumani Sentrum uchastkasida 2 sotudan iborat bo'lgan qasr uyimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimiz bizda ko'rasiz fasad qismlari haqiqatda chiroyli qilib ketishgan. Uyimizni birinchi bo'tda bizda ko'chada, darvozaxonasida bizda bo'tda barbuka zona qilib ketilgan va sizlarga yuringlar endi sizlarga sekin uyimizni ichini eng eksklyuziv joylarini sizlarga ko'rsatishni boshlaymiz. Shuna uyimiz ichiga kirishimizda bizda bitta qattiqqina hol kutib oladi. Ko'rsanglar, qattiqqina hol haqiqatda eng zo'r yechimlardan biri. Bemalol dam oladigan, hordiq chiqaradigan joyimiz bo'ladi. Mana bu tomoniga e'tibor bering. Bitta oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizga ham e'tibor bersanglar, haqiqatda chiroyli qilib ketishgan. Yuringlar, endi keyingi xonalariga ko'rsatib boramiz. Hozirdan to'xtang. Shuni bu joylarni ko'rsatmasimizdan men sizlarga bitta aytib o'tay. Hozirdan siz bitta like bosib qo'ying va aynan uy qidirmoqchi bo'lgan insoningizga bu videoni yuborib qo'ying, chunki haqiqatda bitta manfaatingiz tegadigan insonlardan bo'lasiz. Uyimizga shunday kirsanglar, bu yerda bizda gastovoy sanuzul qismi bo'ladi. Uyimiz o'zini bu yerda gastovoy sanuzul qismi va bu tomoni nima desanglar, bu tomoni bizda birinchi qavatda ota-onalar uchun yotoqxonasi, o'zini bu yerda sanuzul qismlari qilib ketishgan. Bitta ko'rib oling sanuzul qismini ham. Sanuzul qismini ko'rdinglar, yuringlar, keyingi xonalariga sizlarga birin-ketin o'tib ketamiz. Bu xonamizga shuni kirsanglar, bu yerda yana bitta bizda zal qismimiz bo'ladi. Zal qismini bitta ko'rsanglar, o'zidan oynali tashib ketilgan orqa hovliga juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Yuringlar, endi sizlarga ikkinchi qavatga sayohat qilamiz. Ikkinchi qavatga sekin ko'tarilishini ko'ryapsiz. Bir ham boshqacha qilib qo'yishgan. Neobishniy planirovkalardan biri uyimiz. Tepamizda bizda ko'ryapsiz, 4 ta spalniya qilib ketilgan. Uyimizda bu yerda boshqa uylardan nima desanglar ajralib turadigan joyi, bu uyimizda tepasida 4 ta spalniya qilib ketgan. Yuringlar, sekin bu bizning detskiy spalniyamiz bo'ladi, ko'rib oling. Va bu tomoni yana bitta bizda yana bitta yotoqxona, o'zining detskiy spalniyasi. Ko'ryapsiz, remontlari haqiqatda boshqacha qilib qo'yishgan. Uyimizda bu tomoni endi общий sanuzul qismi bo'ladi ikkinchi qavat uchun. Bu tomoni endi bizda ota-onalar uchun yotoqxonasi, pastda, xuddi pastdagi planirovkani tepaga ko'chirilgan. Ko'rsanglar, bu yerda o'zini bu yerda ham sanuzul qismini ham qoldirib ketishgan. Yuringlar, keyingi xonasiga o'tamiz. Bu tomon yana bitta bizda detskiy spalniya yoki katta farzandinglar uchun yotoqxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Endi Ismoil, nima endi buni ana boshqa uylardan nima yaxshi tomoni bor desanglar, bu sinovdan o'tgan uy hisoblanadi va ko'rsanglar mebellargacha qo'yib qo'yilgan uy bo'ladi. Nimaga sinovdan o'tgan uy? Haqiqatda necha yil davomida qurilgan davomida bo'lsa ham, haqiqatda bir joylariga e'tibor bersanglar, hech qayerda treshina va boshqa narsalar ketib qolmagan bo'ladi. Va yana bitta tomoni, bu uyimiz podval qismi, bu spa zonalar qilib ketilgan. Hozir sizlarga podvalni ko'rsatamiz. Uyimiz podval qismi bo'ladi. Podval qismiga shuni tushganinglar, bizda aytganimdek, bu yerda sauna va basseynlar qoldirib ketilgan. Ko'rsanglar, bu yerda o'zini basseyni va o'zini bu yerda sauna qismlari bo'ladi. Bitta ko'rsanglarchi, uyimizda nima kerak desanglar, hamma udobstvolar qilib ketilgan va bu tomoni bizda razdevalka xonasi bo'ladi. O'zini bitta ko'rib, unda ham ko'rsatish shart emas, endi ular joylarini. Mana bu tomoniga eng qiziq tomoni, yuringlar. Ham bitta bu yerda birinchi va o'sha podvalimizda o'zini bu yerda sanuzul qismi bo'ladi. Tepaga chiqib o'tirmaysizlar, bemalol mana shu saunadan bunday chiqasizlar, saunadan kirishdan oldin shuna kirib chiqsanglar, keyin bemalol tashlab yuborsanglar bo'ladi. Shuna bu yerda bizda nima desanglar, bu yerda bizning uyimiz yuragi bo'lgan отопление tizimi qilib ketilgan va bu tomoni bizda какой-то qanaqadir xona qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki ofis qilib yoki bu kino teatrni zona qilib qo'ysanglar, sport zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bemalol o'zingizlar uchun kayfuyim qilib o'tiribsizlar bo'ladi. Shunday qo'ymasak bo'lmaydi. Uyimiz ko'rdinglar o'zingizlarning ko'zinglar bilan. Yana bitta kelib ko'rsanglar, juda ham chiroyli uyimiz bo'ladi. Bitta telefon qilib xarid qilsanglar bo'ladi.